To'g'risi bu joyni o'rta ovqatlariga besh ketdim, lekin shu yog' bilan tutun hidi juda yomon ekan. Ishtaha ham buzildi. Gapirma, men ham sezdim. Amallab ovqatimni yarmini yedim, qolgani ketmay qoldi. Tur keta qoldi, boshim og'riyapti uje. Restoran ventilyatsiyasi noto'g'ri ishlashi tufayli yoqimsiz hid mijozni ishtahasini buzdi. Diqqat! Xonada CO2 miqdori keskin oshgan. Bu mijozlarda bosh og'rig'i va charchoq chaqiradi. Real faktga asoslanib aytish mumkin. Agar restoran havosida uglerod dioksidi 1500 dan oshsa, mijoz o'zini yomon his qiladi. Bu restoranga mijoz boshqa qaytmaydi. Rekuperator tizimi havoni zaharli gazlardan tozalaydi va oshxona terlab ketishini ham bartaraf qiladi. Past shovqinli va samarali ulitka nasoslar tizim barqaror ishlashiga xizmat qiladi. Mijoz esa havo tozaligidan ketkisi ham kelmay qoladi. Har bir taomning yoqimli hidi bor, lekin ular aslo aralashib ketmasligi kerak. Restoranning havo tizimi bu restoranning taqdiri. Uni esa faqat Air Climate'ga ishonish mumkin.